Yashanglar, Alloh rozi bo'lsin, ishlaringga rivoj, rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, men bitta nima ekan, tonirovkaga to'lovni ham skitkada qilib beringlar degan ma'noda bitta akamiz ham yozibdilar, zo'r bo'lardi. Akalar, avvalambor sizlarga hammalaringga kattakon rahmat. Shunchalik mana kommentariyalarda, zaproslarda va ofisda o'tirgan joyimizda ham bugun juda ko'p akalar bilan gaplashdik, kirib kelishyapti-da. Katta rahmat, skitkalar zo'r bo'lyapti deyishyapti. Hali ular hammasi xursand. Xursandligini ko'rib to'g'risiga buni bugun jamoamiz bilan ham gaplashdik, hozir ham gaplashib o'tiribmiz. Biz o'zimiz ulardan ko'proq xursandmiz. Nimaga? O'zi bizni har bitta odamda maqsadi bo'ladi, missiyasi bo'ladiki, biz Adamovni o'z jamoasini missiyasi aka-ukalar, biz bugun nima qilsak Alloh bizdan rozi bo'ladi. Va siz mijozlarga qo'limizdan kelgancha komfort xizmat qilib va konkretniy, aniq raqamlarda ko'rsatib, misol uchun deylik, nech pul sug'urta 160 ming so'mlik sug'urtani aka sizga, sizni hurmatingiz Ramazon oyi ichi Allohning izni bilan, fazli bilan 95 ming so'mga amalga oshirib beramiz. Xo'p, deylik, tonirovka ruxsatnoma sefravodlarda bilasizlar 3 million 300 ming so'm, lekin butun ko'chada ham hamma 3 million 200, 3 million 100 gacha sotishadi. Bu ham yana aytaman, Allohning izni bilan, fazli bilan qo'limizdan kelgancha sababini qilganmizda narxni tushirib, sizlar uchun 3 million 50 ming so'mdan nima deydi, xarid qilsalaring bo'ladi, narxini tushirganmiz. Xullas, shunaqa qilib biz jamoamiz bilan harakat qilyapmiz. Alloh taolo o'zini yo'lidan adashtirmasin va bu bo'yicha sizlarga kattakon rahmat aytamiz yana bir bor. Alloh taolo umrlaringga, rizqlaringga barakot bersin. Salomat bo'linglar akalar.